Nikohga targ'ib. Nikoh so'zi lug'atda qo'shilish, jamlanish, yaqinlashish ma'nolarini anglatadi. Shariatda esa nikoh bahralanish egaligini hosil qiluvchi bog'lanishdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Va ankihul ayama minkum was-solihin min ibadikum va imaikum in yakunu fuqara yughnihumullohu min fadlihi vallohu wasi'un alim. Oralaringizdagi nikohsizlarni va qulu cho'ralaringizdan solihlarini nikohlab qo'ying. Agar faqir bo'lsalar, Alloh ularni o'z fazlidan boy qilur. Alloh wasi' va alimdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning